Masalan, ko'krak saratoni oddiy shikoyati nimadan boshlanadi? Bu sizga eng ko'p birinchi anamnizni surishtirasiz-ku, nima bo'lgan, nimadan boshlangan? Nimada birinchi ko'krak saratoni nima uchun kech aniqlanadi? Chunki ular birinchi nima deydi? Bir anamnizni boshi nimadan boshlangan, nima bo'lgan deb so'raganingizda nima deydi? shikoyat yo'q, tasodifan palpatsiyada yo og'rib yurgan bo'ladimi, yo qanaqadir kistalari bo'lgan bo'larmidi? Kistasi bilan emas, ko'kragi og'rimagan ayolda o'zi yo'qda, masalan, hammada og'riq bo'lishi mumkin. mumkin. Og'riq qanaqadir boshqa lokalizatsiyasi boshqa yo'q, bo'lishi endi mumkin. u og'riqqa bog'liq emas, buni klinik bir xil shikoyati bo'lmaydi asosan bu ayollarda. Og'riqsiz ham, prosta misol uchun ko'krak qafasidagi og'riqlar hisobga aniqlash. Yo'q, ko'krak saratonida deyarli shikoyatsiz bo'ladi hammasi. O'sha skrining tekshiruvida ishxonada mana majburiy tibbiy ko'rikdan o'tganda skrining tekshiruvida o'shanda aniqlanadi yoki palpatsiya cho'milganda o'sha tasodifan aniqlanadi. Asosiy ko'riklarda, anaqa tekshiruvlarda. Shikoyat bo'lmaganligi uchun bilmaydi-da. Shuning uchun ham tixaya smert derkan-da, jim o'lim. Jim o'lim derkan. Jim o'lim deb vahima qilsangiz. Yo'q, endi to'g'risi umuman shikoyat bermagan bo'lasiz. Ko'krak terisida o'zgarish bo'ladi, mana oynada. Qanaqa o'zgarish bo'ladi? Terisi tortiladi, ikkita ko'krak har xil bo'ladi ko'rganda. Palpatsiyada qattiqlashish bo'ladi yoki mana ayollar e'tibor beringlar, yaxshilab eshitinglar. Hozir sizga nima deyaptilar Anvar Pardabayevich. Shuning uchun ayollarga tavsiya qilinadi doimiy o'zini ko'zgu oldida tekshirish. O'zini tekshirish. Ko'kragini soat strelkasi bo'yicha palpatsiya qilinadi. Aylantirib, ichida qattiq bez yo'qmi, tugunlar o'zi palpatsiya qilyapti, kuchli og'riq joyi yo'qmi, qattiqlashgan joyi bormi, keyin oynada ko'rganda simmetrikmi, so'rg'ichlar bir xilmi ikkalasi, terini tortilgan joylari yo'qmi, rang o'zgarishlari yo'qmi? O'sha asosiy narsa. Rangi qanaqa o'zgarishi mumkin? Qanaqa teri rangi qorayadimi? Endi qanaqa u rang o'zgarishi? Sarg'ayadimi? Chunki terini rangi har xil-ku, siz aniq bir o'smani endi joylashiga, chuqurda joylashsa hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Agar teriga yaqin joylashgan bo'lsa, o'sha joyda infiltratsiya bo'lib, teri botib, qorayishi yoki rang o'zgarishlari bo'lishi mumkin. Teri ichkariga tortilib turadi, ya'ni limon po'stlog'i deb o'zi o'zaro ichkariga tortilib teri silliq bo'lmaydi o'sha joyda. Agar teri o'sma yuzaki bo'lsa, agar chuqur bo'lsa, unaqa belgilar kuzatilmaydi. Shuning uchun eng yaxshi, eng oson usul, eng anaqa kam invaziv, zararsiz usul ultratovush tekshiruvi. Bir yilda bir marta ko'krakni o'zi tekshiruvdan o'tish. Elastogrammani-chi? Endi ular elastogramma masalan hamma joyda yo'q. Shuning uchun mana butun respublikada hozir eng ko'p berarmisiz, maslahat berarmisiz? Yo'q, u chuqurlashtirilgan ko'rikda. Masalan, chuqurlashtirilgan ko'rikka har 6 oydir. Yo'q, mana masalan O'zbekistonda 18 million ayol bor deydigan bo'lsak, endi uni asosiy qismi masalan 45 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollar kam qismini tashkil qiladi. Masalan 10 million tashkil qiladi. O'sha ayollarga nima tavsiya qilinadi? Oddiy UZI tekshiruv, 1 yilda bir marta. Eng yaqin poliklinika. Yo'q, mammografiya 2 yilda bir marta o'tiladi. Endi u dastur bo'yicha mammografiya o'tiladi. 45 yoshdan 65 yoshgacha. 6 oy yo'q, 1 yil. Faqat xavf guruhidagi ayollar bo'ladi-yu, naslda bo'lsa, o'shalargina 6 oyda o'tib turishga majbur. Naslida, demak, onasida, xolasida nasllik o'zini ko'rsatadi. Albatta, shuning uchun 6 oyda tekshiruvdan o'tish shart ular.